Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizga yana bitta vizamiz chiqdi. Ruslan talabamizga Latviyaga vizani qo'lga kiritdik. Ruslan, sizni tabriklayman. Birinchidan sizdan so'ramoqchi edim, nimaga Latviyani o'zi tanladingiz, Ruslan? Latviya menga hayot yoqadi. Tinch davlat, yashash yaxshi, odam kam. Juda yaxshi. Qaysi fakultetga topshirdingiz? Information system. Information Systems. Kontraktingiz necha pul bo'ladi? 2800 euro. 2800 euro yiliga to'laydilar. Ta'limimiz 4 yillik bo'ladi. To'g'rimi? 4 yilda xudo xolasa bakalavriat diplomini qo'lga oladilar. Bundan tashqari sizdan so'ramoqchi edim. O'zi qiyinchilik ko'rmadingiz, to'g'rimi? Qanday tekis ketdi. Xudo xolasa mana vizani tez chiqdi. Necha kunda chiqdi viza? Bir haftadan o'tdi. Bir haftada 10 kun ichida mana Latviyaga vizani qo'lga kiritdik. O'zi bizani qatdan topdingiz? Tanishim bor edi, 3 yil avval ketgan. Shu orqali. Shu orqali bizani topdingiz. Tanishingiz maslahat. Ishonchli edi, juda yaxshi. O'zi boshqa kassatsiyadan ko'rmadingiz, to'g'rimi? Yoki sразу bizga qo'lingizga keldingiz, tushunarli. Nimaga O'zbekistonda o'qimadingiz? O'zbekistonda o'qishga kirganda o'qimadim. Qaysi o'qishga kirdingiz? Axborot texnologiya shu. Axborot texnologiya Tartu universitetiga kirdingiz, to'g'rimi? Tartu o'rniga mana Latviyada o'qimoqchisiz, to'g'rimi? Riga Nordic universitetida IT sohada. Agar siz Latviyaga topshirmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizda bahorgi qabulimiz ochilgan, birga topshirsak bo'ladi. Ruslan, sizga omad deyman. Tabriklayman. Yaxshi, xudo xolasa o'qing.